daraxtlarni va ekinlarni dorilashligi uchun komplekt holatda o'den so'ragan akalarimizga agroservis do'konlarimizda 2 xil variantda komplekt dori sepadigan apparatlarimiz tayyor bo'lgani munosabati bilan hozirda bu dori sepadigan apparatlarimizni sizlarga qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlari va video davomida ishlash jarayonlarigacha qo'yib ko'rsatib beramiz. Endilikda bizning do'konlarimizdan kelib, mana shunday 4 balonli variantidan o'denlarimizni sotib olishlaringiz mumkin. Xohlaganlar motobloklar uchun komplekt holatida telashkalari va undan tashqari karter apparati ustanovka holatida ham xarid qilib olishlaringiz mumkin. Endilikda mana shunday komplekt holatda o'denlarimizni sonlari chegaralanmagan holatda xarid qilib olishlaringiz mumkin. Bunaqa komplektlar o'zi nech pulga tushadi deb so'ragan akalarimiz uchun hozirgi paytda bizning do'konimizda mana shu holatga kelgungacha eng arzon modellari $500 boshlab $1600 mana shunday komplekt holatda o'denlarimizni tayyorlab bera olamiz. Nima uchun narxlari o'zgaryapti deb so'ragan akalarimizga hozirgi paytda karter apparatlari, motobloklar, aravalar har xil turdagi assortimenti bo'lganligi uchun kelib bemalol tanlab olasiz va siz tanlagan komplektlarga mana shunday tayyor holatiga keltirib ustanovka qilib bera olamiz. E'tibor berishlaringiz mumkin. Qisqacha ma'lumotlarni tanishtirib o'tib ketaman. Keyin boshqa turdagi V1dagi motobloklarimiz va undan tashqari dori sepadigan karter apparatlarimizni to'liqroq ma'lumotini berishga harakat qilamiz. Xo'p, birinchida turgan 4 balonli dori sepadigan apparatimizni qisqacha ma'lumotlari e'tibor berishlaringiz mumkin. Rollari gidravlikali qilib ishlangan, bemalol burilib ishlashligi uchun balonlari 360 gradusga buriladigan varianti. Va undan tashqari tormozlarigacha qo'yib o'tilgan, xohlagan joyingizga qo'yganingizdan keyin u yoqqa bu yoqqa siljib ketmasligi uchun tormozlarni bosib qo'yadigan bo'lsangiz, bu karter apparatimizga 100 metrgacha shlankalarni ulab, bog'ingizni oxirigacha sepib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, e'tibor beringlar, balonlari buriladigan va undan tashqari orqasidagi balonlarni skuter balondan qilganmiz, baquvvatroq modelidan akalar. Bochkalari 350 litrli bochkalardan qo'yilgan. Xohlaganlar uchun 500 litrli, 1 tonnali variantlargacha tayyorlab bera olamiz. Xo'p, shlanka o'radigan joylarini ikkitadan qilib jihozlab qo'yganmiz. Bu nima uchun yordam beradi? Dori sepadigan apparatimizni ikkitadan kraniylarigacha qo'yib o'tilgan bo'ladi. Bu degani bitta joyga qo'yib 2 kishi bemalol dorilarni sepib ketish uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Bog'laringiz ichiga kirganda ikki tomon ratiga ikkitadan odam bemalol dorilarni sepib ketish imkoniyati bor. Xo'p, e'tibor berishlaringiz mumkin. Dori sepadigan apparatimiz ham 120 bargacha chiqadigan variantlari kompressori moshnisidan qo'yganmiz. Ligirovkalarigacha bor. Buni ishlash prinsipi 7 ot kuchli benzinli motor qo'yilgan. Bu benzinli motorimiz soatiga 0,5 litr benzin rasxod qiladi. Motor ishga tushgandan keyin cheres remen orqali dori sepadigan karter apparatimiz ishga tushadi va bu joyda davlena hosil qilib, kompressorimiz shlankalar yordamida sizga davlenani 100 metr, 150 metrgacha davlena chiqarib bera oladi akalar. Xo'p, bu karter apparatlarimizni hozirgi paytda bizning do'konlarimizda har xil modeli bor. Karter apparati o'zini olaman degan akalarimiz uchun ham hozirgi paytda 2 million so'mdan boshlab 4,5 million so'mgacha karter apparatlarda o'zini sotib olishlaringiz mumkin. Agarda sizga mana shunday komplekt holatda tayyorlab beradigan bo'lsak, eng sifatli original modellaridan tayyorlab beriladigan bo'lsa, hozirgi paytda $750 gacha mana shunday komplekt holatda sotib olishlaringiz mumkin. Agarda arzonroq modelidan so'raydigan bo'lsangiz, arzonroq modellarni karter apparati o'zgarishiga qarab, eng arzon modellari atiga $500 dan boshlab $750 gacha siz xohlagan usulda tayyorlab bera olamiz akalar. Xo'p, agarda sizga buni 4 balonli varianti emas, motobloklar uchun ustanovka bo'lgan variant kerak bo'lsa, e'tibor berishlaringiz mumkin.
Xohlaganlarga 7, 9, 13, 15, 17 ot kuchli motobloklar uchun mana shu motobloklarga komplekt holatda tayyorlab bera olamiz. Motoblogimizning qisqacha ma'lumotlari 15 ot kuchli motoblok, reduktorlari usulinniy variantidan 1 tonnagacha yuklarni tortish uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Xo'p, bu komplektimizdagi motoblogimiz yoqilg'i turi benzinli bo'ladi. Soatiga 700 gram benzin rasxod qiladi. Yurgizish joylari zavodni orqali yuradi va e'tibor berishlaringiz mumkin, oldiga 1 va 2 skoruslari va orqaga bitta zatni xodlarigacha bor. Bu motobloglarimizda qishloq xo'jaligi vomlarigacha qo'yib o'tilgan. Bu vomlariga o't o'radigan kasilkalarni ham ustanovka qilish imkoniyatlaringiz bor. Bu motoblogimizda o'zini komplektiga freza, dokument, ключ va 1 yildan garantiyalargacha qilib beramiz. Undan tashqari orqasiga turgan aravalari esa e'tibor beringlar. Dishlari uzun dishlalardan va 360 gradusga buriladigan variantlari, oyoqlarning tayi listdan, o'tiradigan joylari ham listdan qilib ishlangan. Tag qismlari akalar polni profildan ishlangan bo'ladi. E'tibor beringlar, mana shu listlarini o'zi ham akalar darvoza yasaladigan qalin listlardan foydalanilgan. Qanotini o'zida ham akalar 50-60 kilogramgacha yuklarni yuklab toshishlaringiz mumkin. Bu nima uchun yordam beradi? Bu aravamizga karter apparatlarni olib, yo'nqislarni olib, bog'ozni ichidan mevachi va o't, boshqa turdagi o'tin, har xil turdagi mahsulotlarni yuklab toshiyotgan paytingiz yon tomoniga chiqib ketib oladigan bo'lsa ham, qanotini o'zi ham yuklarni ko'tarish imkoniyati bor. Xo'p, balonlari mashina balondan qo'yib o'tilgan bo'ladi. Aravamiz o'zi 1 tonnagacha yuklarni toshish imkoniyati bor. Undan tashqari orqasida turgan karter apparatimiz hozir sizlarga tanishtirib o'tilgan eng sifatli original modellardan qo'yib tayyorlab qo'yganmiz. Bu karter apparatimizni bemalol 4 dona bolt yordamida bo'shatib olib qo'yish imkoniyatlaringiz bor. Xo'p, bunaqa komplektlarimiz ham hozirgi paytda 300 litr, 350, 400, 500 va 1 tonnagacha yo'nqislarda qo'yib berish imkoniyatlari bor. Hozirgi paytda mana shunday komplektlar nechta pulga tushadi deb so'ragan akalarimiz uchun hozirgi paytda mana shu holatdagi variantlari bizning do'konlarimizda motobloklarning katta kichikligi, aravalarning sifati va undan tashqari karter apparati sifatiga qarab eng arzon modellari $600 dan boshlab eng sifatli mana shunday katta motoblok, eng yaxshi aravalari va karter apparatlari bilan birgalikda bo'ladigan bo'lsa, $1300 gacha mana shunday komplekt holatda olishlaringiz mumkin. Bizning do'konimizda assortiment ko'p. Kelib, motobloklar, aravalarni va undan tashqari karter apparatlarni tanlab olish imkoniyatlaringiz bor. Aravalarni katta kichikli razmeriga qarab, motobloklarni salarishli, benzinli modelligiga qarab va undan tashqari e'tibor berishlaringiz mumkin. Boshqa turdagi 7, 9, 13, 15, 17 ot kuchli motobloklarni xohlagan variantingizga tashqarida ko'rganingizdek komplekt holatda tayyorlab bera olamiz. Undan tashqari videoni boshida aytib o'tganimdek, karter apparatlarda ham turi ko'p. Shuning uchun akalar kelib tanlab olishlaringizni maslahat beramiz. Har xil turdagi karterlari 70 talik karterdan boshlab akalar 250 talik kartergacha bor. Bularda bir-biridan farqi motori, sifati, karterida va undan tashqari kompressorlarida, komplektdan chiqadigan oddiy mana shunday shlankalarning o'zida ham farqi bo'ladi. Shuning uchun kelib xohlagan variantingizni tanlang. Siz tanlagan komplektlarni biz tayyorlab, ustanovka qilib sizga ishlatib, ko'rsatib beramiz. Xo'p, kimga mana shunday texnikalar zarur bo'lsa, bizning manzillarimiz Farg'ona shahar, Avval qishlog'i, agroservis do'koni. Endi sizlar bilan bunaqa komplektlarimizni bir qator ishlash jarayonlarini ham ko'rib chiqamiz. Video foydali, manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Bir kishi bemalol eplay oladi akalar. Bog'ingiz bo'ladigan bo'lsa, bitta o'zingiz motoblokni boshqarib, mana shunday dorilarni sepishingizdan ham mumkin. Davlenani qisib ko'tarib, xohlagan ligirovkasiga qo'yib foydalanishingiz mumkin. Boshqarishda ham juda ham qulay. Bemalol bitta qo'lda o'zida boshqarishyapti akalar.
Bu yoqda mana davlenani qisib ko'tarib berishyapti. Agarda o'zingizga bitta normada qo'yib oladigan bo'lsangiz, bemalol shlankalarni ulab, bog'ingizni boshidan oxirigacha